Amir avtosavdoda sizlar uchun ideal holatda yaxshi Lacetti mashinasi 2013-yil 1.6 motorda 3-peysa avtomat korobkasi bo'ladi. Okalar, mashina holatlari zo'r holatda, Gentra disk yumshoq bo'lib qo'yilgan. Okalar, mashina полностью tomlarigacha ham shumkalar qilingan. Luklar ishlab turibdi. Salon qismini ko'rishingiz mumkin. Salonlar ham zo'r. Полный akoprint qilingan, Mesrol, Malibu 2 barli uстановka qilingan. Mashinaga yaxshi chexol, ko'rligicha ham solingan. 390 ming kilometr masofani bosib o'tgan, patolol alkantara qilingan, temir gaz bo'lib uстановka qilingan, optra stoplagicha ham qo'yilgan. Nomerlari ham o'ziga yarasha chiroyli bo'lib turibdi. Shu nomerlar bilan general danislargacha ham chiqadi okalar. Kraskasiga keladigan bo'lsa, ikki tomon sapachogida, или mana shu o'ng tomon eshigida shunda pitnosi bor, moldindan pastda bitta kirilo. Old orqalar pechat o'zini uchun tekshirtirib olaverasizlar. Sizlar xohlagan dokument bo'ladi. Qolgan joylar top-toza. Narxini okalasizlar o'lmazza qilmayishini uchun $6250 baholandi. 2013-yil 1.6 motorda 3-peysa avtomat korobka Lacetti mashinasi.